Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salom radiolog do'stim. Radiologiyani bir chekkasidan qarab, o'qiganing sari chuqurlashib ketyapsanmi? Qaysi biridan boshlashni bilmasdan ikkilanib o'ylab o'tiribsanmi? O'qiganing sari boshing qizib ketyaptimi? Kitobni o'qisang, kitob qiyinligidan uyqularing kelib uxlab qolyapsanmi? O'qigan narsang ertasi kunning o'zida esingdan chiqib ketyaptimi? O'qish tezliging shilliq qurti tezligidan ham past bo'lyaptimi? Motivatsiya bo'lsa gematomanzishlikka o'xshab kamayib ketyaptimi? Shunaqa savollar agar seni qiynayotgan bo'lsa, unda sen to'g'ri joydasan. Keyin shular haqida ozgina suhbatlashamiz. Men senga sabablarini va yechimlarini aytib tavsiya berishga harakat qilaman. Agar men radiologiyani o'qib ulgurmayman deb o'ylayotgan bo'lsang, sen to'g'ri o'ylayapsan. Chunki bizda ordinatura, magistratura 2 va 3 yillik bo'lsa, boshqa davlatlarda o'rtacha bu 5 yil. Shu sabab sen hozir bu odamga o'xshab hamma fanni o'qishga harakat qilyapsanmi? Unda sen noto'g'ri ish qilyapsan. Hattoki stolning ustida ham tartib bor. Bilim olishda tartib birinchi o'rinda. To'g'ri, hozir sen tez yordamda aptekada ishlayapsan yoki oilaviy poliklinikada ishlayapsan. Oila boqish kerak, tushunaman, lekin og'ayni bitta narsani tushun. O'qishni bitirgandan keyin ham shu joyda qolamanmi degan savolga javob ber. Agar yo'q bo'lsa, unda hozir boshlash kerak. Chunki seni vaqting kam. Yoki hozir boshla yoki hech qachon boshlay olmaysan. Men bo'lsa qadamma-qadam qanaqa o'qishni senga o'rgatishga harakat qilaman. Senga ikkita narsa juda ham kerak. Bu tartib va intizom. Tartib nima degani? Tartib bu har bitta narsani ketma-ketlikda qilish degani. Tartib bo'lgani uchun ham mana bu Legodan uy qurilgan. Bilim olishda ham tartib juda muhim. Ikkinchisi intizom. Intizom nima degani? Intizom bu har kuni ozgina-ozgindan bo'lsa ham qilish degani. Ya'ni yugurmasang ham har kuni yurish degani. Bilim olishda kuniga 5 soat o'qiy olmasliging mumkin, lekin 1 soatdan bo'lsa ham o'qish kerak. Chunki seni juda ham vaqting kam, vaqting chegaralangan. Shuni hisobga ol. Va bitta narsani yaxshi bilib ol. Yaxshi radiolog bo'lish uchun ingliz tilini bilish shart. IELTS olgin, inglizcha erkin fikrlagin, inglizcha erkin so'zlagin deb aytmayman. Shunchaki o'qigan ma'lumotlaring inglizchada bo'lsa, ularni tushuna ol. Shunda ishing ancha oson bo'ladi. Demak, boshladik. Men radiologiya o'rganishni 3 ta shartli bosqichga bo'laman. Bu talaba bosqichi. Ya'ni bakalavr davrida o'rgangan ma'lumotlar. Ikkinchisi rezidentura bosqichi. Bu ordinatura, magistratura davrida o'rganiladigan narsalar. Uchinchisi radiolog shifokor bosqichi. Bu bitirgandan keyin ham o'rganishda davom etiladigan narsalar. Talaba bosqichini sen o'rganib kelgan bo'lishing kerak edi. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra agar buni o'rgana olmagan bo'lsang, hozirdan talaba bosqichidan boshlashingga to'g'ri keladi. Demak, birinchi bosqich talaba bosqichi. Talaba bosqichida o'qiladigan manbalar quyidagidan iborat. Bularni ketma-ket ko'rib chiqamiz. YouTube'dagi Radiolog.uz kanali. Buni ketma-ketlikda konspekt qilib o'rganish kerak. Juda ham katta daftarlar tutgan demayman, kerakli ma'lumotlarni yozib ol. Bu kanal maxsus sen uchun qilingan kanal. Seni vaqtingni ekonom qilish uchun tuzilgan kanal. Shundan unumli foydalan. Konspekt qilish bu yerda muhim. Chunki sen kompyuter emassan, sen hamma narsani 100% eslab qola olmaysan va bu norma. Ma'lumot takror keyindagina esda yaxshi qoladi. Shu sababdan har bitta bosqichda ham avval takrorlanadi, keyin to'ldiriladi. Agar konspekt qilsang, tez qisqa muddat davomida takrorlab olish imkoning paydo bo'ladi. Ikkinchisi, sayt. Mana bu Radiologiya Masterclass degan sayt talaba uchun juda ham zo'r tuzilgan sayt. Sayt inglizchada, lekin tekin, ro'yxatdan o'tish shart emas. Mana bu ko'rsatkichlar bilan ko'rsatilgan joylarni o'qib chiqish kerak. O'qib chiqish davomida e'tibor bersangiz, sayt juda ham chiroyli tuzilgan. Mana bu joyda kitob bo'limlari, bu joyda yozuv va rasmlar, mana bu joyda bo'lsa rasmlar tushuntirilgan. Agar inglizchani bilmasang, lekin ruschani bilsang, seni kompyutering yoki telefoning buni ruschaga o'girib berishi mumkin. Bu holatda ham o'qisang bo'ladi. Lekin inglizchada o'qiganing yaxshi. Ozgina qiynalasan, lekin inglizchani o'rganib olasan. Chunki inglizcha keyin ham juda ham kerak bo'ladi. Bu saytda zo'r tomoni bor. Agar qo'ling bilan rasmlarning ustiga bossang yoki mishka bilan bossang, bu joyda senga rangli tasvirlar hosil bo'ladi va nima, qayerda, qanaqa o'zgarganini ko'rsatib beradi. Mavzuni tugatganingdan keyin test qilib ko'r o'zingni.
har bitta bo'limdan keyin test qilib chiqish shart. Testni javoblariga qarab qayerda xato qilganingni ko'rsang va bu joylarni qaytadan o'qib olsang bo'ladi. Kitoblar. Talabalar uchun tavsiya qilinadigan eng zo'r kitoblar mana shu kitoblar. Bu kitoblar talaba uchun juda ham oddiy tilda yozilgan, sodda, rentgen bo'yicha kitoblar. O'rganishni rentgendan boshlagan ma'qul. Chunki osondan qiyinga qarab o'rganiladi odatda. Bu kitoblarning elektron variantlarini ham topsang bo'ladi, lekin og'ayni, sen bitta narsani tushun, sen o'g'ri emassan. Elektron variantlar odatda o'g'irlangan bo'ladi. Chunki elektron variantlarning ichiga qarasang, ular PDF shaklida bo'ladi va ichida bunaqa yozuvlarni ko'rasan. Deyarli hech qaysi muallif o'zining kitobini PDF shaklida tarqatib yubormaydi. Odatda uni kimdir sotib oladi va uni skaner qilib tarqatilgan bo'ladi. O'shaning uchun sen bunaqa kitoblardan foydalanma. Men senga foydalanishni osonroq yo'lini o'rgataman. Shunda sen o'g'irlangan ma'lumotdan emas, to'g'ri ma'lumotdan bilim olasan. Bu uchun sen Amazon saytiga kirasan va saytdan kitobi nomini yozib, bu kitobni zakaz qilasan. E'tibor bersang, bu kitob $39 turadi, lekin senga bitta zo'r joyini ko'rsataman. Agar bu kitobni ishlatilganini olsang, bu juda ham arzon turadi, $13. Mana bu joyda Read More degan joyga kirib, qo'shimcha ma'lumot o'qib, kitobni og'irligini ko'rib olsang bo'ladi. Bu kitobda bo'lsa, men mana bu sayt orqali kitobimni keltiraman. Bu kitob kilogrammiga ma'lum bir pul oladi, lekin bitta narsani hisobga ol, sen kitobni zakaz qilganingdan boshlab 2-3 hafta kitob kelishini kutasan. Agar puli qimmatli qilsa, 4-5 ta og'aynilar bilan birga pul tashashib sotib olsanglar bo'ladi. Galma-galdan o'qib tugatasizlar. Kitob juda ham katta emas, 100-150 bet atrofida, deyarli hammasi rasm. Undan keyin sotib olsanglar ham bo'ladi. Sotib olganingizda qaytanga qimmatroqga sotsanglar ham bo'ladi, foyda bilan chiqishinglar mumkin. Ikkinchi kitob mana bu kitob. Bu talabalar uchun juda ham yaxshi yozilgan kitob. E'tibor bersang, bu yerda 5-nashr, bu joyda bo'lsa 4-nashr. Narxidagi farqlarni qara. Yangi nashr $47, eski nashr $12. Ishlatilganini olsang, yanada arzonrog'ini topsang bo'ladi. Ichidagi ma'lumotlar asosiy qismi o'zgarmagan bo'ladi, qo'shimchalar qo'shilgan bo'ladi, lekin bilim olish uchun bitta oldingi nashr ham juda ham foydali bo'ladi. Bitta nuqtaga e'tibor ber, lekin sen agar yangi kitob sotib olsang, senga elektron shaklni taqdim qiladi. Mana bu kitobda bunaqa belgisi bo'lsa, elektron shakli bor degan kitob bo'ladi. Ya'ni sen yangi kitob sotib olsang, kitobning ichida shtrix kodi bo'ladi, uni o'chirib saytga yozsang, senga elektron kutubxona tashkil etib, kitobni elektron shaklini tashlab berishadi. Lekin bu joyda PDF shakli bo'lmaydi. Buni hech kimga tashlab bera olmaysan, faqat o'zing o'qiysan. Juda zo'r tomoni, sen bu kitobni elektron shaklini kompyuteringdan ham o'qiy olasan, telefoningdan ham o'qiy olasan, o'zing akkauntingga kirib xohlagan joyda o'qiverasan. Rasmlarni kattalashtirib ko'rishing mumkin bo'ladi va bonus sifatida ba'zan videolar va yangi bo'limlar qo'shib berishadi. Ya'ni qog'oz kitobda yo'q bo'lgan yangi bo'limlarni elektron variantiga qo'shib berishadi. Og'ayni, seni vaqting ketyapti, vaqtingni qadrla. O'qishingga xalaqit beradigan juda ham ko'p narsalar bor, chalg'itadigan juda ham ko'p narsalar bor. Ijtimoiy tarmoqlar, agar seni ishing ijtimoiy tarmoq bilan bog'liq bo'lmasa, keraklisini qoldirgin deb boshqa hammasini o'chirib tasha. Hech qachon qisqa roliklardan sen bilim ola olmaysan. Qaytanga sen juda ham ko'p vaqtingni ketkazadi. Har kun soatlab ketayotgan vaqtingni o'rniga endi sen radiologiyani o'qishing mumkin bo'ladi. Va qiziqishlaringni hozircha chetga surib tur. Futbolga qiziqasanmi, boshqa o'yinlarga qiziqasanmi, hozircha to'xtat og'ayni, chunki ozgina vaqting qoldi. Sen o'zing savol ber. 2 yildan keyin men o'zimni qayerda ko'raman? Hozirgi ishlayotgan joyimda bo'lamanmi yoki boshqa joyda hayot ish balansini saqlagan holda yashaymanmi degan savolingga javob berishga harakat qil. Agar sen ikkinchi variant tanlayotgan bo'lsang, hozircha o'zingning qiziqishlaring va seni chalg'itayotgan narsalardan chetroq tur. Ikkinchi bosqich bu rezidentura bosqichi, ya'ni bizning holatimizda magistratura va ordinatura bosqichi. Bu davrda sen bakalavrdan anatomiya, fiziologiya, patologiya va juda ko'p kasalliklarni bilib kelishing kerak edi. Agar ma'lum bir sabablarga ko'ra bu kasalliklarni bilmasang yoki esingdan chiqqan bo'lsa, endi senga hozirda yordam beradigan narsa bor. Bu sun'iy intellekt. Sun'iy intellektdan har kuni faol foydalan. Bu ChatGPT'mi, Grok'mi farqi yo'q.
u sen bilan birga har kuni bo'lsin. Sen undan kerakli ma'lumotlaringni ol. Sun'iy intellektdan to'g'ri foydalan. So'rov berishchi qoidasini o'rgan. Bu prompt deyiladi. Mana e'tibor ber. Mana shu so'rovda hamma kerakli narsalar yozilgan. Sun'iy intellekt juda ham yaxshi yordamchi. Senga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni hammasini yig'ib, oddiyroq qilib, sodda tilda xulosa qilib berishi mumkin. Va sen soatlab vaqting ma'lumotlarni qidirish uchun ketmaydi. Sen uchun hamma ishni sun'iy intellekt qilib beradi. O'qishing va ishing davomida sun'iy intellektdan faol foydalan. To'g'ri prompt berganda qanaqa darajada yaxshi javoblar berishiga e'tibor qil. To'g'ri, javoblar boshida juda ham yaxshi bo'lmaydi. Buni to'g'rilab ber, bunga qo'shimcha ma'lumot ber, rasmlari bilan chiqarib ber degan savollaringga sekin-sekin sun'iy intellekt o'rganib, savolingga to'liq javob beradigan yordamchingga aylanadi. Mana bu rezidentura bosqichi uchun kerak bo'ladigan manbalar. Birinchi qaytarishdan boshla. Qaytarish uchun mana bu YouTube kanali juda ham yaxshi kanal. Ham qaytarasan, ham qo'shimcha ma'lumot olasan. Videolar juda ham katta emas, avval shuni hammasini ko'rib chiq. E'tibor ber, videolar inglizchada. Shu uchun inglizcha kerak deb aytdim. Agar ingliz tilida juda ham qiyinlik qilayotgan bo'lsa, ruschani tushunsang, unda Yandex orqali kirsang, Yandex o'zi senga ruschaga tarjima qilib beradi. Ya'ni sen videolarni ruscha ovozda ko'rasan. Sun'iy intellekt senga juda ham yordam beradi. Bundan keyin anatomiyani qaytarib chiq. KinHub degan shunaqa sayt bor. Bu saytga kirsang, registratsiya qilsang, senga anatomiyani to'liq ochib berishadi. Anatomiyada bu yerda asosan rasmlar bilan o'rganib chiqasan. Radiologiyasi deyarli yo'q, lekin bakalavrda o'qigan anatomiyani tezda qaytarib chiqasan. KinHubda pulli qismi bor, uni sotib olishing shart emas. Pulli qismida videolar orqali o'rgatilgan. Tekin qismida bo'lsa, rasmlar orqali, yozuvlar orqali tushuntirilgan. Tezda rasmlarni, yozuvlarni o'qib chiqsang bo'ladi. Yana bitta yaxshi tomoni shuki, seni telefoning yoki kompyutering buni ham ruschaga o'girib berishi mumkin. Keyingi sayt mrimaster.com. Bu saytda a'zolarning MRT anatomiyasini ko'rib chiqsang bo'ladi. Keyingi sayt mana bu sayt. Bu sayt katta qismi pullik, lekin agar sotib olsang, bu senga juda ham ko'p ma'lumot bo'ladi va kerakli vaqtda olib uni o'rganishing mumkin. Mana bunaqa kerakli joylarini kerakli vaqtda nima ekanini ko'rib olishing mumkin bo'ladi. Lekin buni sotib olishing shart emas. Boshqa saytlardan qidirib ozgina ko'proq vaqting ketkazsang, buni tekin variantlarini topishing mumkin. Radiologlar uchun Wikipedia bu bizning radiopediya. Radiopedia.org sayti biz uchun juda ham katta radiologiya dunyosini ochib beradi. Mana shu saytga kirib registratsiya qil. Bu saytning ichiga kirsang, sen bu saytning ichida juda ham ko'p kurslarni topasan. Bu yerda anatomiya kurslari ham bor, patologiya kurslari ham bor. Rentgen, KT, MRTdan juda ham ko'p keyslarni ham topsang bo'ladi. Lekin bu yerda bitta nuqtasi bor. Bu hammasi inglizchada. Yozuvlarni ruschaga kompyutering yoki telefoning tarjima qilib berish mumkindir, lekin videolarda bu narsani qilish qiyinroq. Shu sababli ingliz tilini bilish juda ham muhim. Mana ko'rib turganingdek, juda ko'p kurslar, ma'ruzalar, modullar bor. Bitta zo'r tomoni bor. Bu sayt boshqalarga pulli bo'lsa ham O'zbekiston fuqarolari uchun tekin. Ya'ni ro'yxatdan o'tib, O'zbekistondan ekaningni tasdiqlattirsang, bu sayt ichida bajariladi hammasi. Senga bir hafta 10 kunlarda hamma kurslarini, video darslarini tekin qilib beradi. Agar buni qilishga qiynalsang, marhamat sun'iy intellektga, ChatGPTga, Grokga yozib ko'r, senga o'rgatadi. Keyingi narsa kitoblar. Bu bosqichdagi eng asosiy kitob mana shu. Kitob inglizchada. Buni ham Amazondan buyurtma qilsang bo'ladi. Olib o'qib chiqish juda ham kerakli bo'lgan kitob hisoblanadi. Bu kitobni ichiga qarasang, kasalliklarni juda ham zo'r klassifikatsiya qilgan. Kasalliklarni 5 ta katta guruhga bo'lgan. Bu tug'ma kasalliklar, yallig'lanish kasalliklari. Yallig'lanish kasalliklarini o'zini yana bo'lsang bo'ladi. Infeksion, non-infeksion, qon tomiriga bog'liq bo'lgan kasalliklar, metabolik degenerativ kasalliklar 3-guruhga kirgizsang bo'ladi. Neoplazma va unga o'xshash kasalliklar. 4-chisiga bo'lsa qolgan kasalliklarni qilgan, lekin bu yerda pnevmonika qilsang bo'ladi. Tashqi ta'sirotlar, ya'ni TTT, travma, temperatura, toksinlar tashqi ta'sirot hisoblanadi. 5-guruh kasalliklarga kiradi. Deyarli hamma kasalliklar mana shu guruhlarning bittasiga kiradi. Shu sababli bunaqa kitoblar senga yaxshi klassifikatsiya qilishga yordam beradi, eslab qolishga yordam beradi va keyinchalik
amaliyotda ishlatishingga juda ham katta yordam beradi. Lekin bitta kasallik har xil guruhlarga ham kirishi mumkin. Masalan, oddiygina oshqozon yarasi kasalligi. Bilamiz, oshqozon yara kasalligiga tug'ma moyillik bo'ladi. Bu birinchi guruhga kiradi. Yag'lanish kasalligini keltirib chiqaradigan bakteriya bo'ladi. Helicobacter pylori. Bu ikkinchi guruhga kirishiga sabab bo'ladi. Yara kasalligidan keyin, yallig'langandan keyin masalan qon tomir jarohatlanib qon ketishi mumkin. Bu uchinchi guruhga kiradi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu joyda o'sma rivojlanishi mumkin. Bu 4-guruhga kiradi va operatsiya qilish natijasida, ya'ni operatsiya bu travmalarga kirgizsam bo'ladi. Tasodifiy travmalar va rejalashtirilgan travmalar mavjud. Rejalashtirilgan travmalar bu operatsiyalar hisoblanadi. Ya'ni operatsiya bu 5-guruhga kiradi. Bu kitoblarni o'qish yordamida kasalliklarni tartibga solishni boshlaysan va ma'lum bir klassifikatsiyalarni o'rganasan, o'zing o'ylab topishing mumkin. Bu bo'lsa senga bilim olishingda va ishlashingga juda ham yordam beradi. Keyingi kitob mana bu kitob. Bu kitob vaziyatli masalalar kitobi. Ya'ni ma'lum bir belgilarga qarab kasalliklarni aniqlash uchun yordam beradigan kitob. Nega vaziyatli masalalar, ya'ni case'lar muhim, ya'ni ularni ko'proq ko'rishing kerak? Chunki bu senga ishlashingga yordam beradi. Radiologiyani o'rganishda va radiologiyada ishlashda bizga bilim va tasavvur kerak bo'ladi. Buni senga oddiyroq misol bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu rasmdan noodatiy narsani top. Sana 10 sekund vaqting bor. Topoldingmi? Endi qara, yordam beraman. Bu rasmda ilon bor. Ilonni qidirib top. Sana yana 10 sekund vaqting bor. Topoldingmi? Agar topolmagan bo'lsang, yana yordam beraman. Qara. Mana bu yerda ilon bor. Menimcha endi ko'rding. Endi qaytadan. Mana bu joydan noodatiy narsani top. Menimcha endi bemalol topding. Hozir men senga nimani o'rgatishga harakat qildim? Men senga bilim berganimdan keyingi nimani qidirishni tushunding. Ya'ni men senga ilon haqida aytdim, sen ilonni oldin ko'rgansan, shu uchun ilonni qidirishni boshlading. Bu mahal sen tasavvuringni yoqding va rasmdan ilonni qidirishni boshlading. Radiologiya ham xuddi shunaqa. Bunga ham bilim va tasavvur kerak. Mana masalan 10 yoshli bola nafas qisish bilan shikoyat qilib keldi, hech qanaqa jarohat olmagan, oldin o'pka kasali bilan og'rimagan. Mana shu yerda endi patologiyani top. Endi qara, ko'rsataman. Mana bu joyda bemori plevral bo'shlig'iga havo kirib, pnevmotoraks bo'lgan. Ya'ni plevrani bo'shlig'ida havo bor. Bu bo'lsa o'pkani bosyapti, bu bo'lsa kasalli nafas olishga qiyinchilik tug'diryapti. Mana endi qara, ko'ryaptimi? Buni sen bir marta ko'rib bilib olganingdan keyin keyingi gal topishing oson bo'ladi. Mana keyingi kasal boshqa bemor nafas olishga qiyinchiligiga shikoyat qilib kelyapti. Mana bu yerda menimcha endi ko'rding. O'ng tomonda pnevmotoraks bor. Ko'rding, mana shunaqa vaziyatli masalalarni ko'rishing natijasida sen kasalliklarni bilasan va qidirib topish imkoniyating paydo bo'ladi. Kasalliklarni bitta ko'rib chiqqaningdan keyin differensial diagnostikaga o'tasan. Mana bu kitoblar senga juda ham yaxshi yordam beradi. Rezidentura bosqichida muhim jihati bor. Bu joyda amaliyotda ko'proq yurishing, ustoz topishing, bemorlar bilan ko'proq muloqot qilib, ya'ni bemorni tasvirlarini, radiologik tasvirlarni ko'proq ko'rishing va sen ham xulosa yozishga o'rgana boshlashing kerak. Chunki O'zbekistonda qonuniy ordinatorlar 2-kursdan, magistrlar 3-kursdan ishlashi mumkin bo'ladi. Ya'ni o'z sohasida ishlashi mumkin bo'ladi. Endi shu vaqtgacha sen boshqa sohada ishlayotgan bo'lsang, endi sen radiolog bo'lib ishlay olasan. Asosan o'g'il bolalar rengenolog yoki kompyuter tomografiyada ishlaydi, yoki laborant bo'lib ishlashadi, MRT, KT yoki rengenda. Qizlar bo'lsa asosan ultratovush tekshiruvida ishlashadi. Bu yaxshi, bu boshlash uchun juda ham zo'r imkoniyat. Bu bosqichda qo'rqma, sen radiologiyada ishlashni boshla. Asosiysi ishla va o'rganishda davom et. Ishlashingda yordam beradigan dasturlar bor. Mana masalan, agar rengen laborant bo'lib ishlaydigan bo'lsang, rengendagi bemor holatlarini, qanaqa holatda qanaqa rasm chiqishini ko'rib olsang bo'ladi. Bu senga juda ham yordam beradigan dastur hisoblanadi. MRT da ishlaydigan bo'lsang, mrimaster.com saytida bemor yotqizish
va rasm qo'yish usullarini o'rgatgan. Bu joyda ham esingdan chiqib qolsa o'rganib olishing, ko'rib olishing mumkin. Og'ayni, sen doktor House emassan, sen hamma narsani bilmaysan va men buni bilmayman deyish bu norma. Bilmadim deyish bu ilmni yarmi. Sani holatingda bilmaslik bu norma. Lekin bilmasang, bilmasdan yozib yuborma. Bilmasang kimdandir so'ra, ustozlaringdan maslahat qil, ularga Telegram orqali tashi. Ular senga albatta yordam berishadi. Biladigan, ishlab yurgan do'stlaringdan maslahat so'ra. Lekin javobini aytishganligidan keyin albatta uni o'qib chiq. Bir marta bilmaslik bu norma. Ikkinchi marta xuddi shu kasallikni bilmaslik bu endi dangasalik. Ishlash davomidagi eng muhim narsa bu to'g'rilik. Ya'ni sen ishga pora bilan kirma. Ish davomida ham g'irrom qilma. To'g'ri yo'l bilan pul top. Sen axir oilangni shu puldan boqasan va kelajakda boqasan. Bu davrda seni noming shakllanishi boshlaydi. Ishxonadan olib ketishi mumkin bo'lgan 3 ta narsa bor. Bu bilim, tajriba va kelishilgan oylik. 3-bosqich. Shifokor radiolog bosqichi. Sen endi shifokor radiologsan. Sen endi ma'lum bir joyda ham ishlaysan. Bu bosqichda asosiy narsa bu bilim olishdan to'xtab qolmaslik. Chunki bilim bu teshik idishga o'xshaydi. Agar unga suv quyib turmasang, tegidan chiqib ketadi. Ya'ni sen hech qachon olgan biliming bilan bitta darajada qolmaysan. U bilim sekin-sekin esdan chiqishni boshlaydi. Shu sababli o'rganmayotgan odam esdan chiqazayotgan odam bo'ladi. Ya'ni o'rganmayotgan odam pastga qaytayotgan odam bo'ladi. Shu sababli bilim olishdan to'xtama. Bu bosqichda seni eng yaxshi ko'rgan sayting albatta radiopedia.org bo'ladi. Bu joydagi vaziyatli masalalar, kurslarni o'qishda davom et. Endi pulli saytlarni sotib olish imkoniyating paydo bo'ladi. Ishingda osonroq ishlashing uchun pulli saytlarni sotib olsang bo'ladi. Qaysi yo'nalishda ishlayotganingga qarab chuqurroq bilim olishga harakat qil. Har xil yo'nalishda chuqurroq yozilgan kitoblari bo'ladi. O'sha kitoblarni sotib olib o'qishga harakat qil. Endi sen chuqurroq diagnostika qilish imkoniyatiga ega bo'lasan, chunki sening bilimlaring ancha chuqurlashgan. Shu uchun maxsus yo'nalishda yozilgan kitoblarni ham o'qi. Mana bu kitob differensial diagnostika uchun juda ham yaxshi kitob. Ko'p kasalliklarni ko'rib chiqqandan keyin diagnostikaga juda ham yordam beradigan kitob hisoblanadi. Iloj bo'lsa shu kitob qo'lingning ostida bo'lsa. Endi sen bemorlarga qanaqa xulosa yozish haqidagi kitoblarni ham o'qishni boshlaysan. Sun'iy intellektdan har kuni faol foydalanasan. U senga yozishingda, differensial diagnostika qilishingda yordam beradi. Bu bosqichda endi sen jurnallarni o'qishni boshlaysan. Jurnallarga maqolalar chiqarishni boshlaysan. Konferensiyalarda qatnashasan. Nafaqat eshituvchi bo'lib, balki ma'ruzachi bo'lib qatnashasan. Talabalarga yoki ordinator magistrlarga dars berishni boshlaysan. Asosiysi do'stlar bilan, tanishlar bilan, ustozlar bilan aloqani uzib yorma. Chunki ko'p ish joylaringni do'stlaring, tanishlaring, ustozlaring orqali topasan. Va albatta bu bosqichda ustozlarning tavsiyalariga amal qil. Ustozlar bilan aloqani saqla. Chunki ustozlar seni kamchiliklaringni aytib turadigan odamlar bo'ladi. O'sha kamchiliklaringni to'g'rilab, sen yanada yaxshiroq radiolog bo'lasan. Men ozgina bo'lsa ham yo'l xaritasini chizib berishga harakat qildim. Agar yordamim teggan bo'lsa, xursandman. Agar sen men aytgan gaplarni tushungan bo'lsang va shu yo'nalishda harakat qilsang, endi sen bu tezlikdan mana bu tezlikka o'tib olish imkoniyating paydo bo'ladi. Senga sog'lik, salomatlik, ishlaringga omad va o'qishingga rivoj tilab qolaman. Salomat bo'l radiolog do'stim.